2025-yil 13-iyun kuni Isroil 200 ta harbiy samolyotni bir vaqtning o'zida harakatlantirib, Eronning Tehron, Hamadon, Isfahon kabi hududlariga zarba berdi. Bu zarbalar natijasida esa Eronning bir necha generallari halok bo'ldi. Bularning ichida mudofaa vaziri ham bor edi. Eron esa 300 dan ortiq Sukut raketasini otib, bunga javob berdi. Xo'p, Isroilni Eronga hujum qilish sababini o'tgan videoda aytib o'tgandim. Ya'ni Eron yadro faoliyatini tezlashtirdi. Albatta bu Isroilga yoqmadi, Amerika bilan Isroilga, va ular kelishgan holatda Eronga zarba berdilar. Aynan yadro faoliyatini sekinlashtirish uchun. 12-iyun 2025-yilda Netanyahu va Tramp suhbatlashdi. Suhbatda Tramp bu hujumga qatnashmasligini, lekin yordam berishligini bildirib o'tdi Netanyahuga. Va 13-iyun kuni soat kechqurun 1 da harbiy samolyotlar yo'lga tushdi. Lekin bu samolyotlar uzoqqa borsa maksimum 1200 kilometrga qadar borar edi. Lekin Tehron, Isroildan Tehrongacha yo'l esa 1500 kilometr edi. Qatardan chiqqan Amerika samolyotlari esa bu samolyotlarni yoqilg'i bilan ta'minladi. Ya'ni Amerika ham bu hujumda yordam berdi Isroilga, ana o'sha kelishilganiga ko'ra. Xo'p, bu samolyotlar Eron mudofaa tizimini qanday qilib buzib o'tdi? Shunchalik zaifmidi Eron himoya tizimi desangiz, bu ham juda alohida va qiziqarli mavzu. Isroilning milliy razvedka xizmatidagi josuslari Eronda xuddi uyda yurishgan. Ya'ni bemalol Eronda yurishgan va Isroilni Eronga kelayotgan hujumlarida aynan ular, ya'ni Isroilning josuslari Eronni himoyasini buzishga sababchi bo'lgan. Ya'ni himoya mudofaa tizimini yo'q qilishga aynan Isroilni josuslari sabab bo'lgan. Va bu josuslarning qilgan ishi albatta juda ko'pchilikni hayron qoldirdi va Eronni sharmandali holatga keltirib qo'ydi. Aynan Eronni mudofaa tizimini sharmandali holatga keltirib qo'ydi. Chunki Eronni ichida Isroilning josuslari bemalol yurgan edi va buni Eron to'xtata olmadi. Hozirgacha Eron Isroilga qarab 1000 ga yaqin raketa otdi va 16 ta qurbon bo'ldi. Lekin ularning barchasi isroillikmi, isroillik emasmi, buni bilmaymiz. Xullas, bu 1000 ta raketalar natijasida ana o'sha mashhur temir gumbaz yo'q qilindi. Ya'ni temir gumbazi kuchi yetmadi bu raketalarga. Temir gumbaz qanday ishlaydi? Keling shuni tushuntirib ketay. Temir gumbazning ostida radar bo'ladi. Raketa kelayotgan paytida birinchi bo'lib ana o'sha radar aniqlaydi. Ya'ni raketa kelayotganini. So'ngra ana o'sha radar nazorat markaziga xabar beradi va kelayotgan raketa otib yo'q qilishadi. Temir gumbaz aslida mana shunday ishlaydi, lekin Eronning shuncha otgan raketasiga temir gumbazi ham kuchi yetmadi. Va yana qiziq bir nuqta, Isroil hududida ko'plab Amerika harbiy samolyotlarini ko'rishingiz mumkin. Nega bunday degan savol tug'iladi. Buning sababi aniq. Isroil butun musulmon dunyosining o'rtasida joylashgan. Shu sababli Amerika uchun Isroilni himoya qilish o'ta muhim. Aslida 3 ta narsa Amerika uchun juda ham muhim. Birinchisi albatta Isroilning xavfsizligi bo'lsa, ikkinchisi bu neft oqimini nazoratda ushlab turish. Uchinchisi esa yagona kuch bo'lish. Mana shu narsalar, mana shu 3 ta omil Amerika uchun juda ham muhim. Va shu sababli birinchi omil Isroilning xavfsizligini ta'minlash uchun aynan harbiy samolyotlarini Amerika Isroilga olib kirgan. Ikkinchisi, neft oqimini nazorat qilish keladigan bo'lsak, Amerikaning flotlari aynan Eronning Xurmuz bo'g'ozida joylashgan. Ana shu yerda joylashib olgan. Nima uchun? Sabab Yevropaga boradigan neftning ko'p qismi kema orqali aynan mana shu Xurmuz bo'g'ozidan o'tadi. Agar hozir Eron jahl qilib, Amerikaga jahl qilib mana shu Xurmuz bo'g'ozini bo'g'ib qo'yadigan bo'lsa, neft narxi 2 barobar oshib ketadi va butunlay bozor to'xtab qoladi. Va bu Amerikaning iqtisodi uchun juda ham katta xavf va Amerika shu sababli buni xohlamaydi va shu sababli ham bu nuqtalarga o'zini flotlarini joylashtirgan. Lekin Eron xohlagan paytda Amerikani qo'rqita olish imkoniyatiga ega mana shu Xurmuz bo'g'ozi orqali. Xo'p, Isroilning esa maqsadini bilasizlar. Va'da qilingan tuproqlarga ega bo'lish. Birinchi eng oliy missiyasi, maqsadi. Bu qaysi hududlar? Iordaniya,
Suriya, Iroq, Eronning bir qismi va Turkiyaning Anadolu qismlari. Mana shu hududlar asl Isroilning maqsadlari. Va albatta Netanyahu va Isroil o'z xalqini juda ham kuchli propaganda qilmoqda va Isroilni juda ham kuchli ko'rsatish maqsadida. Va shu sababli Isroilni juda ham kuchli ko'rsatish maqsadida hattoki mediada ham juda ham kuchli foydalanmoqda. Hozirgi kunda Isroil mediasiga qaraydigan bo'lsangiz, shu gapni aytishadi. Mana shunday xalqni propaganda qiladi, qarang eshitib. Isroil raketalari Eronga qarab zarba berdi yoki Tehronga qarab zarba berdi deydi va ikkinchi xabar Eron raketalari Tel Avivga tushdi, Tel Avivga yetib keldi deydi. Farq ko'rasizmi? Ya'ni Isroil bu yerda o'zini qilgan ishini zarba berdi deb ko'rsatmoqchi, ya'ni o'zini kuchli qilib ko'rsatmoqchi. Eron raketasini esa zaiflashtirish maqsadida Tel Avivga yetib keldi, Tel Avivga tushdi deb namoyon qilmoqda. Va o'z navbatida Netanyahu albatta Eronni terrorist deb ayblamoqda. Ya'ni Eronni tuzumini terrorist tuzum deb ayblamoqda. Va yana Eron xalqiga aytmoqdaki, biz Eron xalqi bilan urushmayapmiz. Aynan Eronning ichidagi tuzum bilan urushmoqdamiz. Chunki bu tuzum, bu rejim terrorist rejim va biz buni yo'q qilishimiz kerak deb Eronliklarni o'ziga qarab chiqmoqda Netanyahu. Va buni hattoki Eronchaga tarjima qilib butun Eronliklarga ko'rsatishmoqchi. Ya'ni Netanyahu shundan foydalanmoqchiki, Eron aholisida norozichiliklar borligini biladi va Eronni ichidan ko'tarishga harakat qilmoqda Netanyahu. Mana Eronni hozir bilib turibdi, Eronning iqtisodi zaif, inflyatsiya oshgan, o'z navbatida ko'plab aholi albatta bu rejimdan, bu tuzumdan nafratlanmoqda va bundan Netanyahu unumli foydalanishga harakat qilmoqda va shu sababli aytmoqdaki, biz Eronga ozodlik olib kelamiz, biz Eronga tenglik olib kelamiz deb hamma yoqqa hayqirmoqda. Netanyahuning yana bir boshqa propagandalaridan biri Tel Avivda portlashlar yuz bermoqda, Tel Avivda binolar portlamoqda ko'rib turganingizdek va buni xalqqa ko'rsatib, mana qaranglar, butun Isroil raketalar orqali shu ahvolga tushib qoldi. Tel Aviv raketalar orqali shu ahvolga tushib qoldi Eronni zarba bergani tufayli. Endi tasavvur qilinglar, agar bu raketalar atom bombasi bo'lsa, Isroil bu mintaqadan umuman yo'q bo'lib ketadi. Isroil degan davlat qolmaydi deb aholini propaganda qilmoqda. Ya'ni biz hozir tirik qolishimiz uchun, biz bu mintaqada jon saqlashimiz uchun biz jang qilishimiz kerak, urush qilishimiz kerak, Eron bilan jang qilishimiz kerak deb xalqini mana shunday propagandalar orqali ko'ndirmoqda. Albatta Isroilliklar uchun ham oxir bu urush, lekin aholini albatta mana shunday Netanyahuga o'xshagan diktatorlar, Netanyahuga o'xshagan yovuzlar aholini mana shunday propagandalar orqali boshqarishga harakat qiladi. Eron mediasida ham juda ham qiziq bir ma'lumot kelib chiqdi. Bir ayol televizorga chiqdi va bu ayol ana o'sha Isroilning zarbalari tufayli o'zini farzandlaridan judo bo'lgan, bir necha farzandlaridan judo bo'lgan ayol edi. Mediaga chiqib ko'rsatdiki, kulgan holatda men juda ham baxtliman, chunki men albatta shahidlarning onasiman deb xursand holatda Eron mediasida bu gapni aytdi. Bu bilan albatta eronliklar ham mana shu orqali aholiga biroz bo'lsa ham ruhiy erkinlik berishga harakatida yuribdilar. Mana shu uchun mana shunday mediada mana shunday usullarni qo'llashmoqda. Endi haqli savol berilishi mumkin. Albatta bu urushlar natijasida nima bo'ladi? Isroilda atom bombasi bor. Atom bombasini Isroil otishi mumkinmi deb haqli savol berishingiz mumkin albatta. Va yana bir savol berishingiz mumkin. Eronda atom bombasi bormi yoki yo'qmi deb. Albatta Eronda hech kim bilmaydi atom bombasi bormi yoki yo'qligini. Balki bordir, balki yo'qdir. Hali ham bu noma'lum. Lekin shunisi aniqki, bu ikki tomon ham, Isroil ham, Eron ham atom bombasini otishga jur'at eta olmaydi. Bu aniq. Sababi atom bombasi bu dunyo nizomini tubdan yo'q qilib yuboradi. Shu sababli kim birinchi atom bombasi otsa, ana o'sha xaritadan yo'qqa aylanadi. Chunki butun dunyo unga qarshi chiqib, uni xaritadan yo'q qilib yuboradi. Shu sababli ham hech qanday atom bombasi bu urushda foydalanilmaydi va bu ehtimoli juda past. Lekin bu videoning nihoyasida shuni aytib o'tish kerakki, Isroil uchun Eronni bu mintaqada qolishi, musulmonlarning ichida qolishi juda ham muhim. Chunki musulmonlar birlasha olmayapti shu kunga qadar va bundan keyingi birlashishiga ham birinchi ma'no bu albatta Eron hisoblanadi. Nimaga? Chunki u Shia, qolganlari esa Sunniy
Va shu sababli ham birinchi to'siq musulmonlarning birlashishida albatta Iroq hisoblanadi. Va Isroil esa bundan juda ham qo'rqadi. Birinchi o'rinda qo'rqadigan narsasi albatta butun musulmon davlatlari birlashishdan qo'rqadi. Chunki butun musulmonlar davlatini qoq ichida yashamoqda Isroil. Shu sababli tashqi tomondan qaralganda bu ikki davlat bir-biriga qarshi turgandek ko'rinsa-da, ularning ziddiyatli munosabatlaridan ayrim manfaatlar ham tug'ilishi mumkin. Bugungi mavzuyimiz shundan iborat edi. Xaritalar uchun, animatsiyalar uchun katta mehnat, katta vaqt talab qilindi. Shu sababli bu videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yib, boshqalar bilan ulashishni ham unutmang.